yangi topshiriq kelgan. 22 ta mahallada 15 tasida bor shunaqa klientlar. Bu salohiyatli mijozlar kimlar? Salohiyatli mijozlar 2018-yildan boshlab Markaziy bank ma'lumotlarni yig'gan, mijozlar haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirgan. Bular o'sha yildan boshlab oilaviy tadbirkorlikdan, shundan tashqari boshqa imtiyozli kreditlardan, resurslardan foydalanib o'zini tadbirkorligini boshlagan aholini vakillari, fuqarolar, yakka tadbirkorlar, kichik korxonalar. Bularni endi topshiriq bo'lyapti faoliyatini kengaytirish bo'yicha. Faoliyatini kengaytirish, masalan, 33 million so'm olib, bitta shaloqa quyadigan uskuna olib kelgan uyda ishlab yotibdi misol uchun. Yoki boshqa marorniy frezer apparati olgan, do'konchasini oldiga qo'yib ishlagan. Endi shunaqa odamlarni faoliyatini kengaytirishga yordam beraylik deyapti. Bizada bizaga tegishli 22 ta mahallada shunaqa 478 ta potensial faoliyatini kengaytirishi mumkin bo'lgan mijozlarning ro'yxati bor ekan. Ro'yxati bor. Hozirda srodniy ma'lumot bor. Eng ko'pi endi mahallalar bor, bu yerda 4 ta mahallada yig'ilib qolgan ekan shunaqa.